Washington Post gazeti Xitoyning Facebook va Twitter sonliq ma'lumotlarini avtomatik yig'ib oladigan va uni Xitoy mulozimatlarida dal vaqtida saqlaydigan yumshoq detal ishlab chiqarganligini, bu orqali g'arb dunyosida josuslik qiladiganligini o'tirib qo'ydi. Xabar qilinishicha, $216 ming mablag' silingan Beijing soqchi axborot programmasi g'arblarning Hong Kong va Tayvandagi suhbat xotiralarini tahlil qiladi. Sharqi Turkistondagi bir markazda bo'lsa, chet eldagi Uyg'ur tilida yozilgan mazmunlar sondonga xotirlandi. Nikaragua Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatini oxirlashtirib, uzun o'tmay Xitoy 1990-yildan boshlab taqilgan Nikaraguadan bosh elchixonasini qaytadan ochdi. O'rta Amerika davlati Nikaragua oldin qayda Tayvan bilan bo'lgan barliq diplomatik munosabatni oxirlashtirib, Xitoyni tanlagan edi. Yevropa İttifaqı yangi yadro elektr stansiya va tabiiy gaz elektr stansiyalarını yeşil mablag' selish turiga ayirishga tayyorlik qilmoqda. Yevropa İttifaqı komiteti a'zo davlatlaridagi yadro va tabiiy gaz sohalariga energiya selinmasini turiga ayirish to'g'risida mutaxassislardan maslahat so'rashdan boshlanganligini e'lon qildi. Bayonotda turga ayirish orqali Yevropa İttifaqının 30 yil ichida klimatga mos keladigan cho'ng quruqlikqa aylanish nishoniga yetish uchun mablag' selishni zarur faoliyatlarga yetaklashni maqsad qiladiganligi ko'rsatildi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un davlatning harbiy iqtidorini texnik kuchaytirganligini aytdi. Shimoliy Koreya Markaziy axborot agentligining xabariga qaraganda, Kim Jong-un hokimiyat beshidagi ishchilar partiyasining umumiy yig'inida so'z qilib, xalqaro siyosat va Koreya yarim orolining kun sari muqimsizlashayotgan harbiy muhitining ularni davlat mudofaasini kuchaytirishga ishtirayotganligini o'tirib qo'ydi. Pakistan bilan Hindiston yadro aslahalarining hujumini oldin olish maqsad qilgan kelishim doirasida yadro aslahalarining tizimligi o'zaro ham baharildi. Pakistan Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Islomobod va Yangi Dehli 1988-yil 12-oyning 31-kuni ikki davlat o'rtasida tuzilgan va 1991-yil 27-yanvar tasdiqlangan kelishim doirasida yadro aslahalarining tizimligini bir-biriga topshirgan. Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi xalqaro inkoslarning kuchayishi va qishliq olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilish qarorining keyni-keynidan o'tirg'a chiqishi bilan islom dunyosining sukut kishilarning diqqatini qo'zg'agan edi. Xalqaro imomlar kengashi islom dunyosida tunji bo'lib, bu haqda bayonot e'lon qildi. Kengash o'zlarining olimpikni boykot qiladiganligini va Uyg'urlarning yanada turadiganligini e'lon qilgan edi.